Qizig'i mana O'zbekistondan ham ko'p to'y chiqib ko'p. Choylarda valaqa sharaqa qo'yadiganidan Nejivekka bo'ladi. Xudo xolasa zo'rdan bo'ladi. O'zini argon svarkasida quyilgan bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Zanglamaydiganidan. Narxi? Narximiz uni 650 ming. 650 ming so'm. Bularimiz 750 mingdan. 50 litr. Bu Abishni o'zimizni. Atsinkovinni listdan bo'lgan. Narxi 250 mingdan. 250 ming so'mdan. Nejvekalar. Zo'ridan ko'rishingiz mumkin. Hattoki turbasigacha Nejveka ishlatilgan zo'ridan. Mana bunisi-chi? Unimiz 1 million 100 litr. 1 million 100 litr. 100 litrlik. Go'zal. Ana endi eng qizig'i chorva boquvchilarimiz uchun Lochin brendi ostida chiqadigan drabilkalar. Ballonlisidan bo'ladi. Narxi 2 million 400 ming. 2 million 400 ming so'm. Misad motkasi qanaqa? Motor. Bu 5 bilan 4diki yo'q. 6,5 kilovatliklarimizni mislisi bor. Bu alyumin motor. Alyumin motor bu 5 kilovat bilan 4 kilovatlar. 4 kilovatimiz 2 million 400 ming, bu 2 million 600 ming 5 kilovat. Mana gigantchi. Bu misli 6,5 kilovat. 6,5 kilovat. Narxlari 2 million 900 ming. 2 million 900 ming so'm qadrdonlar ko'rishingiz mumkin. Narx ichida xudo xolasa dastavkalar ichida qilib beryapmiz. 4 ta nasatkasi bor. Ammo haqiqatan ham reklama qilganlarning ichida eng kattakoni shu ekan. Yetkazib berish xizmatlari bor. Narxlari bir xil bularda. 6,5 kilovatligimiz 2 million 700 ming. 2 million 700 ming so'mdan. Mishalkalarimiz. Mishalkalarimiz 3 million 700 ming bo'ladi. 3 million 700 ming so'mdan. Hadi yumshoq terlanadigandan. Ustakalarimiz joni qiynalmaydi. Bu vtulka variant ekan bular. Motorlarimizga garantiya beraveramiz o'sha. Motoriga garantiya berasizlar. Bu indikatorlisi o'ziga nagruzka tushsa o'zi o'chadiganlar. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin. 6,5 kilovat. 6,5 kilovat. Qadrdonlar, nimaiki kerak bo'lsa, akalarimiz lesalar ham bor ekan. Lesalar narxini ortaylik. Xo'p, lesalar 650 ming so'mning ichida paddoni, ikkita kashagi, bitta paddonimiz taxtadan qilingan. Paddon taxtadan qilingan, lekin xonadonlarga olib ketishyapti, yaxshi nima bo'lyapti. Xudo xolasa. Buni ham olib qo'yib, arendaga berishsa, oilaviy biznes bo'lib qoladi. Katta kalitamiz necha pul ekan bu? 720 ming. 720 ming so'm, juda ham kattasidan. Xo'p. Chinalarimiz razmeri nechiga necha? 620 ming. 140 ga 2 bo'ladi. 140 ga 2. Bular 620 ming so'm. 115 ga 2 bo'ladi bular. O'shali laboga tushadigan. Hoji aka, bu mana bu nima uchun ishlaydi bu? Juda katta ekan. Oxag uyutgani. Ochig'i bor. Tomonda ochig'i bor ekan. Asosan firmalarga oxag uyutib shishka turka qiluvchi akalarimizga necha pul dedingiz? 1 million bo'ladi. 1 million so'mdan ko'rishingiz mumkin. Juda ham baquvvatdan. 1 million 200. 1 tonna 200. 1 tonna 200 1 million so'm. Zo'r. Qadrdonlar, videoni shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat. Nimaiki kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa chiqarsizlar. Xudo xolasa mana shu akamiz yetkazib berish xizmatlari bilan, savdo-sotiq bilan shug'ullanadi. Bemalol aloqa chiqarsizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Bog'dod shaharchasidan bo'lyapti. Yonimizda propan zapravkasi bor. Hammaga rahmat, like bosib ketasizlar.